Mana darvoza chiroyli ekan. Bu nomi nima dedingiz buni? 400-500 dollar atrofida. Akalar haligi payt keldi-da, tasha yasha deydi-yu. Aka blogerman deyapsiz, siz obunachilaringiz darvoza qiziqtiradimi o'zi? Nima deyapsiz aka? Universal avtolarni yaqin 98% erkaklar ko'radi. Va bular aksariyati katta bolalar. Hammasi ko'pchilikning uyiga borganman. Obunachilarimni 2 etaj, 3 etaj uylar, omborlar, ishlab chiqarishlar shunaqa tashkil etadi. Mana o'sha 2 etaj, 3 etaj mana deb qurgan uylarga darvozalarimiz bor-da biz aka mana. Mana uni qarang, o'rtoqlar. Hozir siz bor joyga keldim. Eng katta markazlardan biri darvoza markazi, juda katta assortimentda. Bular ham obunachi bizneslar. Mana darvoza chiroyli ekan. Bu nomi nima dedingiz buni? Aka afsona fason darvozamiz. Nomi ham Afsona. o'zgarishgan. Darvozaga qarang. Juda chiroyli, go'zal ishlangan. Qarang, mana darvoza nechi pul o'rtacha? O'rtachasi aka 15 million so'm. 15 million. Katta kichikligiga qarab narx o'zgaradi. Katta qarab narx kattasi ham qimmatlaydi. 1,5 dollar atrofida shu darvozani uyga qo'ysa bo'ladi. Bo'ladi aka. Chunki akalar darvoza tanlash ham o'ta qiyin-da, to'g'risi. Uyni, yo'qni, fasadni yorib yorsa-yu, darvozani xunugini qo'ysa, aka eng uyda ochadigan narsa darvoza bo'ladi. Ha. Odamlar deylik 5 millionlik darvoza qo'yib, uyni fasadini buzib qo'yadi ular. Ha. Bizga murojaat qilsa, uyni dizayniga mos darvoza tavsiya qilamiz aka. Sizga fasadni rasmini tashlasa ham siz taklif qila olasiz. Taklif qila olamiz. Qo'yilgan darvozalar ham bormi? Fasad videolar bo'lsa, videolar ko'riladi. tashlab beraman, qo'yib qo'yaverasiz. Endi bular 1,5 mingga arzonrog'i-chi, imdorog'i ham bormi? U faqat qimmat ekan sizda. Mana aytdim, u xalq uchun arzonroq variantingiz 600 ming so'mdan kvadratda. 600 ming so'mdan bu ham o'rtoqlar, arzon deganim ham qarang, hashamatli, chiroyli ekan. Mana darvozamiz 6 million so'm. 6 million so'm. 400-500 dollar atrofida o'rtoqlar, uzoq yaqindan musofirda ishlaydigan obunachilarim juda ham ko'p. Yer sayyori любой точкасida bor. Любой точкасida bor. Uyni janglet qurishyapti. Endi aytaylik, u yoqdan sizga viza kart orqali pul tushirishdi. Oborib berib o'rnatish kerak. Nima qilamiz unda? Oborib o'rnatib beziladimi dastlabki ustunovka. Shu puli ichida 600 dollar ichida o'rnatib berasiz. Bizga pul sanashadi, razmerda aytishadi, bo'ldi. Boshqa Akalar haligi payt keldi-da, tasha yasha deydi-yu. Aytaylik, men obunachim Qoraqalpog'iston va Beruniyda. Nima qilamiz? Biz Namanganda, Jida kapadamiz. Nima qilamiz yo'g'ini? Oborib o'rnatib beramiz aka. Qoraqalpoqqa olib berasiz. O'zbekiston bo'ylab. Mana o'rtoqlar, aytganimda tasha yasha uyingizga olib borib o'rnatib obordingiz. Uzoqdan ko'ryapti. U garantiya qanaqa? Buni xato narsani olib borib qo'ysangiz ikkilanadi-da. Aka 3 yildan 5 yilgacha materiallarni ishlatishiga qarab garantiya beramiz. Garantiyasi bilan. O'rtoqlar, bu yo'g'i ham ko'rali, o'zish ko'rasizmi? 20 tacha ko'ryapman xolos bu yerda. Aka asosan yo'l yuzida reklama, odam to'xtash uchun kerilgan. 200 dan ortiq katalogimiz bor. Olib borib bizga aloqaga chiqsa tashlab beramiz. Yoqqanini olib borib o'rnatib beramiz. Katta trassa bo'yidagi o'rtoqlar juda ham shovqin, mikrofon ham jim qila olmayapti. Juda gavjum trassalardan biri. Mana lekin o'zgacha rang ekan. Nima dedingiz buni? Bu tarafosan o'ta skромный. Aka rangini yangi neobishni. Buni qanaqa filtr sepilganmi bularni? Ha, germetik sachilgan, o'zini kraskaga olib sachiladigan, zang chiqarmaydigan mahsulot. O'rtoqlar, nima deysizlar? Shu darvozani mana uzoqroqdan ko'raylik. Uy quryapsiz, tasavvur qiling, yarashadimi yo'qmi? Skromniy qarang, bunaqa bir naqshinkor nimalar yo'q. Solidniy holatda ekan. Mana shu darvoza bahaybat ekan. Nechi pul sredniy shu narxi? 14 million 600 ming so'm. 14 million 600. Kichikroq bo'lsa arzonlab boradi. Kvadrat kichikroq bo'lsa. 1000 dollar atrofida ham 10 million 12 million ham bor. Hop, aka sredniy darvozaning kvadrati odamlar qiladigani 3,5 razmer bo'ladi. 10 kvadrat atrofida. Kvadrat 1 million 100 mingdan boshlab 1 million 300 ming so'mgacha. 11 million so'mdan 13 million so'mgacha. Bu hozir razmeri kattaligi uchun shuni hisobiga qimmat. O'rtoqlar, endi ko'ryapsizlar, hashamatli ham. Demak, sizda hozir 200 dan ortiq assortiment bor. Ular ichida 200% sizga yoqadigani chiqadi. Mana o'rtoqlar, mutaxassis, yaqin 10 yildan ziyod shu temadagi odamlar. Bari mutaxassis sizga yomon narsani taklif qilmaydi. Xo'p, video pastda nomer qoldiraman, WhatsApp, Imo, Telegram bor. Kimga qiziq bo'lsa, Namangan shahri, Namangan viloyati, Jidakapa, Norin tumani, Norin Sirdaryoni bo'yida hisobda lokatsiya tashlab berishadi. Tushuntirgandan ko'ra lokatsiya bor sizda. Katalogga borarman deysa, lokatsiya tashlashni men o'zim bor razmerlarni olib olaman. Borib o'lchab ham keladi. Borib o'lchab ham olaveraman. Mana o'rtoqlar, zo'r taklif, keng assortimentda kimga qiziq bo'lsa, telefon qiling, videoga like bosib qo'yinglar. Shu akalarimizni bizneslarni ko'pchilik ko'rsin. Sotmoqchi bo'lgan, qidirib yurgan tanishlaringiz bo'lsa, hammaga ulashib qo'ying. Xolos universal avtolar obunachilarga arzon narxda sifatli cho'tki qilib berasiz. Bo'ldi, gap. Xudo xolasa ishingiz oson va tez bitirib berishadi.